sizni o'quvchingiz basiga tushib qolgan. Iltimos, tezroq keling. Nima? Qaysi o'quvchim? Ozodbekmi? Maktabga endigina kelgandi-ku. Voy sho'rim, endi nima qilaman? Yangi maktabga kelib, kasalxonaga tushibdi degan gap bo'lib ketadi-ku. Darrov borishimiz kerak, bolalar. Sizni o'quvchingiz kuchli operatsiyada hushidan ketib qolgan. Biz uni ancha yo'llar bilan asli o'ziga yeldirmoqchi keldirdik. Doktor, uni oldiga kirsak bo'ladimi palataga? Ruxsat bering. Mayli, kirishingiz mumkin. Faqat oz vaqtga kirishingiz mumkin. Aha, xo'p, rahmat doktor. Voy sho'rim Ozodbek, bechora ko'zlari charchagan. Rosa ichim achib ketyapti bechora bolaga. Kim bo'lsa ham, menimcha kimdir bilan urushib qolgan bo'lsa kerak, yana bilmadim. Tezroq sog'ayib ketsin. Ha, sog'ayib ketsin Ozodbek. Kirishga mumkinmi? Kiring. Assalomu alaykum direktor. Mana bu Feruza degan qiz kameralardan qarasam, o'sha qilgan ekan. Ichidagi dorilarni ham berib, Ozodbek shu qilib mansaga yotqizib qo'ygan. Ha, kechirasiz ustoz. Men bunday bo'lishini xohlamagandim. U bola menga umuman yoqmayotgandi. Direktor, bunga biz qarshi chiqib, uni ota-onasiga aytish kerak.